Men senga xiyonat qilmayman. Miyangni ishlatib gapiryapsanmi? Nimaga xiyonat qilmaysan? Erkakmisan? Qil xiyonat. Masalan, tashqari nechtasi bilan gaplashishimni bilasanmi? Bilmaysan. Uchtasini yetalab yuribman. Sen ham o'shalarning ichidasan. Hammaga o'xshab yashasang bo'lmaydimi? Alo. Alo, assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Ha, telefon qilyapsan. Shunchaki hol-ahvol so'rab. Telefon qilma, salom ham berma, hol-ahvol ham so'rama. Nima keragi bor shunchaki hol-ahvol so'rab? Faqat pul kerak bo'lgan telefon qilsang bo'ldi-da. Ertaga o'lganimdan keyin qabrimga marmar tosh qo'yib, xalqqa osh berib, afsuslansang bo'ldi-da. Vaqtida qadriga yetmadim deb. Nimaga unaqasan, ha? Hamma odamlarga o'xshab yashasang bo'lmaydimi? Uchta piva aytib bor. Ha? Uchta piva. Shashlik tayyor bo'lgungacha 3 ta piva berib yuboring. Yo'q, men ichmayman. Ye? Hamma ichganda ichmaysanmi? Odamga qo'shilib turgan. Keyin o telefonni ham har xil foydali kontent ko'rolmasam deb Instagramda cringe musor videolarni ham tomosha qilib turgan. Ha, tabiatda asrama, hayvonlarga g'amxo'rlik qilma desa aytganini qilmaysan. Yaxshi ko'rgan qizingga xiyonat qilmasang, har doim ota-onangni o'ylasang, bizga o'xshab yashagin. Yo nima? Jinni bo'lib qoldingmi? Muammo mendami? Yo butun dunyo aqldan ozyaptimi?